Assalomu alaykum. Ilmga chanqoq ukalar, singillar, hurmatli yoshlar, hurmatli ota-onalar, farzandini o'qitaman deb yurganlar. Bilasizlar, eng yaxshi investitsiya bu ta'limga, ilmga sarflangan investitsiya deyiladi. Shuning uchun men chiroyli bitta taklif bilan sizlarga chiqmoqchiman. Taklifni berishdan avval ham yo'l-yo'lakay gapirib o'tib ketaman. Sizlarga biz o'zimizni qisqacha natijalarimizni ko'rsatib o'taman. Natijalarni ko'ringlar. Mana shu biz o'quv markazimizda, mana 55-maktabimizda bo'layotgan turgan natijalar. Agar kimga shunaqangi zo'r natijalar kerak bo'ladigan bo'lsa, farzandimga mana ona tili fanidan mana majburiy o'qigan, B olib qo'ygan, B+ olib qo'ygan, mana natijalar. Shunaqangi zo'r natijalar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana majburiy o'qigan mana. Ko'rishlaring mumkin. Agar kimga shunaqangi zo'r sertifikatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, qisqa vaqt ichida bizga murojaat qilishlaring mumkin. Chiroyli farzandlaringni o'qitib, tarbiyasi bilan shug'ullanib beramiz. Xudo xolasa. Hali ilinmagan sertifikatlarimiz juda ham ko'p. Mana hattoki ustozlarni ham mana o'qitamiz. Mana natijalari. Xudo xolasa zo'r. Pluslar ham bor. Hisoblar bor. Agar kimga farzandimga shunaqangi zo'r natijalar kerak, meni farzandim kimyo, biologiya fanida o'qiyapti, lekin majburiy fanlari qoldi, ingliz tili, ona tili fanlaridan sertifikatlar oldi-yu, lekin majburiy matematika, tarix kerak deganlar ham murojaat qilishlari mumkin. Xudo xolasa zo'r qilib o'qitib beramiz. Uzoqdan keladiganlarga yotoqxonalarimizda mavjud. Oziq-ovqat hamma narsa joyida. Kelib shu chiroyli o'qib bersaki bo'ldi. Telefon ishlatish mumkin emas. Xudo xolasa qabullarimiz bilan davom etyapti. Juda ham sog' bo'linglar.